Alo. Alo. Ne dedi? Ey sen bolalaringni yubor yozga, bizanikiga, kanikulga. Bugun, hozir. Maktab tugasin keyin keladi. Ha, shu maktab tugagandan keyin. Ha, xavotir olmang dada, bo'ldi. Maktab tugashi bilan sizlarnikiga jo'natib yuboramiz. To'g'rimi? Maktabdan chiqadi, sizlarnikiga jo'natamiz, ha? Ha qizim, yaxshimisan ana? Nevaradan so'ra, nevaralarni. Ha, yaxshi. Kuyovam yaxshi yurtda. Nevarani so'ra. Yaxshimani, kuyovingiz ham salom aytibdilar. Ay, qaynang qanday, yaxshimi? Qaynonasini boshimga urasanmi? Baqa. Qizim, 2 haftadan keyin kanikul ekan. Jo'natasanmi nevaralarni bu yoqqa? Bolalarning xizmati ko'p, ulgurmasligi mumkin-da. Kanikul bo'lsa jo'natamiz. Bular maktabda yaxshi o'qiyaptimi? Nasib bo'lsa kanikulda borsa, men bilan parkka olib boraman. Ha? Diditchalarga. Ya, diditcha emas. Kanikulda menikiga borsalaring haqiqiy kiymaga mindiraman. Suvda, kiymada yuramiz. Kiyma. Telefonim ol. Amma sindoshim general-ku. Haqiqiy tankaga minasizlar, haqiqiy tanka. Bo'ldi. Kanikulda kelinglar. Tanka bitir, luboytasiga uchiraman. Tanka nima bo'pti? Men qara. Men sinfdoshim aeroportning direktori. Haqiqiy samolyotga minamizmi? Haydanglar, o'zlaring samolyotda tepada. Hozir telefon qilib bank qilib qo'yamiz. Ammani sindoshim karyerda direktori-ku. Haqiqiy portlash ko'rasizlarmi? Portlash. 220 tonnalik kranda uchasizlarmi? Yo'q. Nima borgisi kelmayapti bular? Ha? Nima yo'q deyapti bular? Uyda qolgimiz kelyapti. Kanikulda zerikasizlar uyda? Javobsiz muhabbat nima degani ekan deb o'yladim. Mana shu yoshga kirib bildik. Bo'yli siqilavermang. Nima siqilmaysan? O'tgan so'ragan jirafasini olib berish kerak edi. Tirik jirafanimi? Nima farqi bor? Bola ozgina o'ynasa, keyin qaytarib etib berardik. Kampir, yo o'tgan yili somonxonani yoqmoqchi bo'lgan paytda indamaslik kerakmidi? Voy, o'zingiz aytdingiz-ku, bor kampir qarani ular joqib jirmasin dedingiz. O'zing aytding, qarang dada, san ular gugurt o'ynayapti, hozir biron joyga yoqib yuboradi degan. Ana endi bizga yoqmay qoldik ularga. Yoqib yubormaydimi somonxonani? Sendan bo'ldi hammasi, tushdan minib bo'ldi.